Barchaga assalomu alaykum. Men Turg'unboyev Nuriddin, Sodiq School prezidentligi uchun nomzodman. Men 2025-yil sentyabrdan beri, ya'ni 11-sinfdan beri tahsil olib kelaman. Bu qisqa vaqt ichida men maktabdagi muhitni, ustozlarni va sizlar kabi ajoyib, quvnoq, aqlli va eng asosiysi iste'dodli o'quvchilar bilan ham tanishishga muvaffaq bo'ldim. Men bu yerda turishimning sababi oddiy. Men prezident bo'lishni shunchaki lavozim uchun emas, balki har bir o'quvchining iste'dodini namoyon etishni xohlayman. Bizda kimdir futbolni yaxshi o'ynaydi, IT, ingliz tili va san'atga qiziqadi. Agarda prezident bo'lsam, shu yo'nalishlar bo'yicha har xil tanlovlar, olimpiadalar tashkil etaman. Har biringizda iste'dod bor. Shunchaki uni namoyon etish kerak. Men maktab prezidenti bo'lsam, birinchi qiladigan ishim maktab kutubxonasiga liderlik san'ati bo'yicha top 10 ta kitobni sovg'a qilish bo'ladi. Chunki men ishonaman, haqiqiy liderlik bilimdan boshlanadi. Men shunaqa prezident bo'lishni xohlaymanki, odamlarga yaqin, samimiy va eshitishga tayyor. Biz birgalikda Sodiq School'ni yanada faol va birlashgan maktabga aylantiramiz. Men Nuriddin, sizlarning ishonchinglarni oqlayman. Menga ovoz bering, kelajakni birgalikda quramiz.